Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar. Men Ramazonning o'ttirlarida yosh avlodlarimizni asos qilgan holda hammamizning milliy sevgisini oshirish, qahramonlik ruhini uyg'otish, vatandan qaysi oliy g'oya maqsadda chiqqanligimizni azroqmi bo'lsa xotirlatish uchun tarixdagi ajdodlarimizning Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurish va qo'g'dash yo'lida Xitoy tajovuzchilariga qarshi xalqimizning ozodlik yo'lida qanchalik qurbonliklarni berganligi va qahramonlik ruhini so'zlab berish uchun yoshlarimizning Sharqiy Turkiston va Uyg'ur xalqining tarixiga bo'lgan qiziqishini yuqori ko'tarish bilan birga cho'nglarimizning Sharqiy Turkiston tarixini yaxshi bilishi va xabardor bo'lishi uchun haqiqiy bo'lgan tarixni asos qilgan qahramonlarimizning mayli u biz biladigan, tanilgan danglik shaxslar bo'lsin yoki hech kim bilmaydigan qahramonliklari maxfiy bo'lgan qarindoshlarimizni tanishtirish orqali bo'lsin, ekran oldida ta'sirli shaklda haqiqatni asos qilgan holatda so'zlab berib, ta'sirli shaklda tushuntirib bergan yoshlarimizga birinchi bo'lganlarga 5000 lira, ikkinchi bo'lganlarga 3000 lira, uchinchi bo'lganlarga 1000 lira bo'lgan shaklda, yana bu musobaqaga qatnashgan barliq qarindoshlarimizni quruq qo'l qaytarmaydigan, natijaga erishamizni naq pul bilan mukofotlanadigan holda, agar bunga qatnashuvchi qarindoshlarimiz ko'p bo'lsa, ya'ni farzandlarimizning soni ko'proq bo'lsa, birinchi darajadan 2 ni, ikkinchi darajadan 3 ni deganga o'xshash sonini ko'paytib, mukofot summasini ko'paytib, mushu shaklda bir faoliyat ilib boraylik degan maqsadda bu ishni o'tirib qo'ygan edik. Buni nurg'ulg'an qarindoshlarimiz yaxshi tilaklari bilan nihoyat obdan bir faoliyat bo'pti, yaxshi ish bo'pti, Alloh xayrlik qilsin degandek tilaklarni bildirgan bo'lsa-mu, afsuski bugungi kunga qadar biror ota-onamiz yoki farzandimiz mushu faoliyatga men aktivlik bilan qatnashay, tarixni men bilaman, bu haqda qiziqdim degandek bir narsalar bilan oldimizga kelgani yo'q yoki telefon qilgani yo'q. Biz yana bundan 10 yil burun nurg'ulg'an qarindoshlarimiz nurg'ulg'an ulug' g'oya maqsadlar bilan, nishonlar bilan chet ellarga chiqdik. Biz chiqqan vaqtimizda bizdan 5-10 yil burun, 15-20 yil burun chet elga chiqib o'zining tilini yo'qotib qo'ygan, o'zining madaniyatini yo'qotib qo'ygan, o'zining kimligini yo'qotib qo'ygan ba'zi bir qism kishilarga qarab, ularga la'nat o'qigan edik. Afsuski bugungi kunda biz bu shu kishilarga o'xshash o'zimizning va farzandlarimizning tilini yo'qotib qo'yayotgan, tarixidan bexabar, o'zimizningki g'oya maqsadlarini unutib ketgan, qahramonlik ruhlarini unutib ketgan, vatanimiz Sharqiy Turkistonni va xalqimizni asta unutib ketib, o'zimizning shaxsiy hayotlariga, shahvatga yoki mol dunyoga berilib, yo'qolib ketyapmiz va yo'qotilyapmiz. Nafsimizning vasvasiga va shaytonning ozdirishiga berilib, dunyoning soxta lazzatlarining keyinda ketib boramiz. Amaliyotda haqiqiy baxt, haqiqiy hayot, haqiqiy izzat Allohning dinida va haq uchun kurash qilish yo'lida. Bugun chet ellarda yashayotgan barliq qarindoshlarimiz, bo'libmi Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimiz diqqat qilgan bo'lishi mumkin. Nurg'ulg'an qarindoshlarimiz o'zining tilini yo'qotib ketib qolgan, ota-onasi bilan yoki farzandlari bilan turishga gap qilayotgan, yoki farzandlari turishga gap qilsa-mo o'zining madaniyatini yo'qotib, namozmi o'qimay, ro'zami tutmay, Qur'onni o'qimay, yerlik shaxslarga o'xshash hech qanday dardi yo'q, dunyo havsi bilan yashab ketib qolgan bo'lsa-mu, buning bilan qilch kori bo'lmaydigan, o'zining muhojirlik suhbatini yo'qotib qo'yayotgan bu xil holatlar insonning ichini ichi turmay qolmaydi. Yana uningdan boshqa ba'zi bir qism chet el kishilarininki yoki shirkatlarninki musulmonlarning o'zining dinidan va davosidan yiroqlashtirish uchun shahvatni, buzuqchilikni muhabbat deb ko'rsatayotgan, huzur, halovatni va baxtni ana shu buzuqchilikda deb ko'rsatayotgan kinolarga berilib, o'zining taqvodorligini, o'zining davosini yo'qotib qo'yayotgan kishilarimizni ko'ryapmiz. Bu xil vaziyatda kallasi sagik bo'lgan, Alloh yo'lida vatan xalqi uchun fidokorlik ko'rsatishni yaxshi ko'radigan va buni orzu qilgan qarindoshlarimiz, ezib ketayotgan qarindoshlarni qanday uyg'otamiz, milliy kimligimizni qanday qo'g'daymiz? Garchi biz bugun vatanimiz Sharqiy Turkistonni va xalqimizni darhol qutqizolmasakmi, biz o'zimizning ayni vaqtdagi ulug'vor g'oya nishonlarini yo'qotib qo'ymaslik uchun, eng bo'lmaganda o'zimizning milliy kimligini, milliy ruhini yo'qotib qolmaslik uchun nima ishlarni qilishimiz kerak, qanday qilishimiz kerak? Bu haqda barliq qarindoshlarimizning o'zining fikrini bildirib qo'yishini umid qilaman. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.